Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani, ayniqsa pensionerlar, yoshi ulug' ota-onalarimiz, chet elga chiqishni rejalashtirayotganlar va hali eski pasport bilan yurgan fuqarolar uchun juda zarur bo'lgan mavzuni batafsil tushuntirib beraman. Gap pasportni almashtirish, ID kartaga o'tish. Kimlar majburiy ravishda hujjatini yangilashi kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Qaysi holatda jarima bo'lishi mumkin, qaysi holatda muammo chiqishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'pchilik pasportim qo'limda turibdi, demak hammasi joyida deb yuradi. Lekin bankda, pensiya olishda, notariusda, meros ishlarida, shifoxonada, kadastrda, subsidiya yoki nafaqa rasmiylashtirishda eski hujjat sabab ish to'xtab qolishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar uchun bu masala juda og'riqli. Hujjat muddati, yashash joyi, ro'yxatdan o'tish, ID karta, biometrik pasport, xorijga chiqish pasporti, bularning hammasi aralashib ketadi. Videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, odamlar haqiqiy hayotda duch keladigan vaziyatlar orqali tushuntirib beraman. Avval nima bo'lganini tushunib olaylik. Ilgari O'zbekistonda fuqarolar asosan pasport degan bitta hujjat bilan yurardi. Shu pasport bilan odam bankka borardi, notariusga borardi, pensiya olardi, ichki ishlar bo'limida ro'yxatdan o'tardi. Hatto ayrim davrlarda xorijga chiqish masalalari ham shu pasport bilan bog'liq bo'lgan. Keyin biometrik pasport joriy qilindi. Ko'p fuqarolar eski namunadagi pasportni biometrik pasportga almashtirdi. Keyinchalik esa ID karta tizimi kiritildi. Bugungi kunda fuqaroning mamlakat ichida shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjatlardan biri ID karta hisoblanadi. ID karta plastik ko'rinishdagi zamonaviy hujjat bo'lib, unda fuqaroga oid asosiy ma'lumotlar elektron tarzda saqlanadi. U kundalik hayotda pasport o'rnini bosadi. Bankda, davlat xizmatlarida, notariusda, tibbiyot muassasalarida, pensiya va nafaqa bilan bog'liq masalalarda, kommunal xizmatlarda, ko'plab idoralarda aynan shu karta orqali shaxs tasdiqlanadi. Lekin bu yerda eng ko'p tushunmovchilik shundan kelib chiqadi. Odamlar ID karta bilan xorijga chiqish pasportini aralashtirib yuboradi. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Masalan, pensioner Toshkentdan Samarqandga, Farg'onadan Nukusga, banka yoki poliklinikaga borish uchun ID kartadan foydalanadi. Lekin Turkiyaga, Rossiyaga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatga borish uchun unga xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Endi savol, kimlar ID kartaga o'tadi? Amalda eski turdagi pasporti bo'lgan, hujjatining amal qilish muddati tugayotgan, ma'lumotlari o'zgargan, pasporti yaroqsiz holga kelgan yoki yo'qolgan fuqarolar ID karta olishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari yoshga oid muddatlar bor. Fuqaro ma'lum yoshga yetganda hujjatini yangilaydi. Pensionerlar ham bundan mustasno emas. Men pensionerman, menga tegmaydi degan fikr noto'g'ri. Hujjat masalasi yoshga qarab bekor bo'lib qolmaydi. Birinchi navbatda pasportining amal qilish muddati tugagan yoki yaqin orada tugaydigan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Ko'pchilik pasportni faqat yo'qolganda yoki sahifalar yirtilganda almashtirish kerak deb o'ylaydi. Yo'q, hujjatning amal qilish muddati ham juda muhim. Agar pasport yoki ID kartaning muddati o'tgan bo'lsa, sizning shaxsingizni tasdiqlashda muammo chiqishi mumkin. Masalan, 18 yoshli otaxon bank kartasidan pensiyasini olish uchun bankka bordi deylik. Bank xodimi shaxsni tasdiqlovchi hujjatni so'raydi. Otaxon eski pasportni beradi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki tizimda amal qilmaydigan hujjat sifatida ko'rinsa, bank operatsiyani to'xtatishi mumkin. Bu bankning injiqligi emas, bu xavfsizlik talabi. Chunki bank noto'g'ri hujjat asosida pul bersa, keyin javobgar bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa pasporti eski namunada bo'lganlar. Agar fuqaroda hali ham eski ko'rinishdagi pasport bo'lsa, u hujjat bilan yillar davomida yurgan bo'lsa ham, amaliyotda ko'plab xizmatlarda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Davlat idoralari, elektron tizimlar, ayrim banklar, notariuslar ko'proq yangi hujjat ma'lumotlari bilan ishlaydi. Shuning uchun eski pasport bilan ish bitkazish ba'zan cho'ziladi. Qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi yoki sizni avval hujjatni yangilab kelishga yuborishadi. Uchinchi toifa, familiyasi, ismi, otasining ismi, millati, tug'ilgan joyi yoki boshqa ma'lumotlarda o'zgarish bo'lgan fuqarolar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan, lekin pasportini yangilamagan yoki hujjatda tug'ilgan joy nomi eski ma'muriy nom bilan yozilgan. Boshqa hujjatlarda esa yangicha ko'rsatilgan.
Ba'zi hollarda bu katta muammo tug'dirmasligi mumkin. Lekin meros, sud, notarius, bank krediti, uy-joy oldi sottisi, pensiya hujjatlarida bitta harf farqi ham ishni to'xtatib qo'yishi mumkin. 4-toifa hujjati yaroqsiz holga kelganlar. Pasport yirtilgan, sayfasi tushib qolgan, rasmi o'chib ketgan, muhrlar aniq ko'rinmaydi, suv tekkan, bolalar chizib qo'ygan. Plastik qismi shikastlangan. Bularning hammasi yaroqsizlik belgilari bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar rasmi ko'rinib turibdi-ku deb o'ylaydi. Lekin idora uchun bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat rasmiy ko'rinishda o'qilishi mumkin holatda bo'lishi shart. 5-toifa pasportini yo'qotganlar. Bu holatda albatta vakolatli organga murojaat qilish kerak. Yo'qolgan hujjat bilan boshqa odam firibgarlik qilishi ehtimoli bor. Masalan, kimdir sizning pasportingizni topib olib, telefon raqam rasmiylashtirishi, qarz shartnomalarida foydalanishga urinish ehtimoli bo'lishi mumkin. Albatta hozir tizimlar ancha kuchli. Lekin baribir hujjat yo'qolganini vaqtida rasmiylashtirish kerak. 6-toifa 16 yoshga to'lgan yoshlar. Bu mavzu pensionerlarga qaratilgan bo'lsa ham, ko'p buvilar va bobolar nabiralari uchun ham so'rashadi. 16 yoshga to'lgan fuqaro shaxsini tasdiqlovchi hujjat olishi kerak. Hozir bu asosan ID karta ko'rinishida rasmiylashtiriladi. Demak, oilada farzand yoki nabira 16 yoshga kirgan bo'lsa, uning hujjatini vaqtida chiqarish kerak. 7-toifa xorijga ketishni rejalashtirayotganlar. Bu yerda yana bir bor eslataman. ID karta chet eliga chiqish pasporti emas. Masalan, 62 yoshli ayol kishi Qozog'istondagi qizining oldiga borishni rejalashtiryapti. U ID karta olgan bo'lsa ham, agar xorijga chiqish pasporti bo'lmasa, chegarada muammo bo'ladi. Ba'zi davlatlar bilan alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin umumiy qoida shuki, chet el safarini rejalashtirsangiz, xorijga chiqish biometrik pasporti masalasini oldindan tekshirib oling. Birinchi misol, 7000 yoshli pensioner otaxon pensiyasini har oy plastik kartadan oladi. Unga farzandi yangi bank kartasi ochib bermoqchi. Bankda hujjat so'raladi. Pasport eski, muddati o'tgan. Bank xodimi yangi karta rasmiylashtirishni rad etmaydi, lekin avval shaxsini tasdiqlovchi amaldagi hujjat bilan kelishni aytadi. Natijada otaxon 2 marta ovora bo'ladi. Avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, keyin bankka qaytadi. Agar u hujjat muddatini oldindan tekshirganida, bu ovoragarchilik bo'lmas edi. Ikkinchi misol. 66 yoshli ayol uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga boradi. Notarius hujjatlarni tekshiradi. Pasportdagi familiya eski. Nikohdan keyingi hujjatlarda boshqa familiya, kadastrda esa yana boshqacha yozilgan. Notarius avval hujjatlaringizni tartibga keltiring deydi. Bu yerda muammo pulda emas, vaqt va asabda. Bitta harf xatosi ham meros yoki mulk hujjatlarida jiddiy to'siqqa aylanadi. 3-misol. Pensioner er-xotin chet eldagi farzandining oldiga borishni xohlaydi. Ular ayda karta bor deb xotirjam yurishadi. Aviachiptalar narxini ko'rishadi, safarga tayyorgarlik ko'rishadi. Keyin bilishadiki, xorijga chiqish pasporti kerak ekan. Uni rasmiylashtirish ham vaqt oladi. Agar safar shoshilinch bo'lsa, masalan, to'y, davolanish yoki kasal qarindoshni ko'rish bo'lsa, hujjat tayyor bo'lmagani katta muammoga aylanadi. 4-misol. Bir pensionerning pasporti cho'ntagida yuvilib ketgan, muhrlar xiralashgan. U o'ylaydi: men hech qayerga bormayman, uyda o'tiraman. Menga hujjat kerak emas. Lekin bir kuni shifoxonaga yotish kerak bo'ladi. Tibbiy sug'urta yoki poliklinika tizimida shaxsni tasdiqlash kerak bo'ladi. Hujjat yaroqsiz bo'lsa, yaqinlari yugurishga majbur bo'ladi. Shuning uchun hujjatni faqat safar yoki bank uchun emas, favqulodda vaziyatlar uchun ham tayyor holatda saqlash kerak. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma birdaniga ertaga borib ID karta olishi shart degan gap har doim ham to'g'ri emas. Agar sizning amaldagi hujjatingiz qonuniy kuchga ega bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va sizda hozircha hech qanday rasmiy ish bo'lmasa, siz vahimaga tushmasligingiz kerak. Lekin bu umuman e'tibor bermang degani emas. Men tavsiya qilaman, har bir kishi, ayniqsa pensionerlar, hujjatining amal qilish muddatini tekshirib qo'ysin. Muddat qachon tugaydi? Rasm aniqmi? Familiya va ism barcha hujjatlarda bir xilmi? Ro'yxatdagi manzil to'g'rimi? Ikkinchi nozik jihat, doimiy yashash manzili masalasi. ID karta olganda yoki pasportni almashtirganda sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingiz muhim bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa farzandinikida yashaydi. Masalan, Andijonda ro'yxatda, lekin Toshkentda o'g'lining uyida yashaydi. Hujjat almashtirishda
qayerga murojaat qilish mumkinligi, vaqtincha ro'yxat masalasi, doimiy ro'yxatdagi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin eng yaqin davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan aniqlab olish foydali. 3-nozik jihat pensionerning o'zi bo'lish masalasi. Ba'zan yoshi ulug' odam yura olmaydi. Kasal, nogironligi bor, uydan chiqishi qiyin. Bunday holatlarda yaqinlari men o'zim borib ID kartasini olib kelaman deb o'ylaydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda odatda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumotlar olinishi, suratga tushishi talab qilinadi. Agar odam og'ir ahvolda bo'lsa, vakolatli organdan uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini so'rash kerak. Ayrim hollarda nogironligi bor yoki harakatlanishi cheklangan fuqarolar uchun alohida tartiblar qo'llanishi mumkin. Buni oldindan telefon orqali aniqlash juda muhim. 4-nozik jihat to'lovlar. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat haqi belgilangan bo'lishi mumkin. Miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summani eslab qoling demayman, chunki bugun bir xil, ertaga boshqa bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbalardan, davlat xizmatlari markazidan yoki migratsiya bo'limidan so'rash. Ayrim toifadagi shaxslarga imtiyozlar bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lganlar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar yoki boshqa belgilangan toifalar bo'yicha. Lekin pannarman demak bepul bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Har bir imtiyozning huquqiy asosi va sharti bor. 5-nozik jihat jarima masalasi. Hujjatni vaqtida olmaslik, yo'qotish, yaroqsiz holga keltirish yoki muddati o'tgan hujjat bilan yurish ayrim holatlarda ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Lekin har bir holat alohida ko'riladi. Masalan, hujjat muddati yaqinda tugaganmi? Fuqaro murojaat qilganmi? Uzrli sabab bormi? Yo'qolgan hujjat bo'yicha ariza berganmi? Bular ahamiyatli. Shuning uchun muammoni yashirib yurishdan ko'ra vaqtida murojaat qilish yaxshiroq. Men har doim shuni aytaman. Idoraga o'zingiz vaqtida borsangiz, muammo yengilroq hal bo'ladi. Muammo bankda, notariusda yoki chegarada chiqsa, asab ham, xarajat ham ko'payadi. 6-nozik jihat ID karta va elektron xizmatlar. ID karta faqat plastik bo'lak emas. U davlatning elektron tizimlari bilan bog'langan shaxsni tasdiqlovchi hujjatdir. Kelajakda ko'plab xizmatlar elektronlashgani sari hujjatlardagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi yanada muhim bo'ladi. Masalan, pensiya jamg'armasi tizimida sizning familiyangiz bir xil, soliq tizimida boshqa, bankda yana boshqacha bo'lsa, avtomatik xizmatlar ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni yangilash faqat pasport almashtirish emas, balki barcha rasmiy ma'lumotlarni tartibga solishdir. 7-nozik jihat ishonchnoma va vakillik. Pensionerlar ko'p hollarda farzandiga ishonchnoma berib, pensiya, bank, mulk yoki boshqa ishlarni yuritadi. Ishonchnoma rasmiylashtirish uchun ham notarius shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjatni so'raydi. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, notarius ishonchnoma bermasligi mumkin. Demak, hatto siz o'zingiz hech qayerga bormasangiz ham, farzandingiz sizning nomingizda ish yuritishi uchun sizning hujjatingiz to'g'ri bo'lishi kerak. 8-nozik jihat meros va mulk. Bu pensionerlar uchun juda muhim mavzu. O yer, avtomobil, omonat, bank kartasi, aksiyalar, meros hujjatlari, bularning hammasida shaxs ma'lumotlari mos kelishi kerak. Farzandlar keyin muammo ko'rmasin desangiz, tiriklik chog'ida hujjatlaringizni tartibga keltirib qo'ying. Pasportdagi ism bir xil, nikoh guvohnomasida boshqa, tug'ilganlik guvohnomasida boshqacha. Kadastrda xato bo'lsa, meros ochilganda farzandlar sudma-sud yurishi mumkin. Bitta oddiy ID karta almashtirish jarayoni keyinchalik katta oilaviy nizolarning oldini olishi mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hozir videoni ko'rib bo'lgach, o'zingizning yoki ota-onangizning hujjatini qo'lga oling va tekshiring. Hujjat turi qanday? Eski pasportmi, biometrik pasportmi, ID kartami? Amal qilish muddati qachongacha? Rasm aniqmi? Hujjat yirtilmaganmi? Plastik qismi sinmaganmi? Familiya, ism, otasining ismi to'lganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya hujjatlari, bank kartasi va kadastr hujjatlari bilan mosmi? Ikkinchi qadam, agar muddat tugashiga oz qolgan, hujjat yaroqsiz yo'qolgan yoki ma'lumotlarda o'zgarish bo'lsa, kechiktirmang. Eng yaqin davlat xizmatlari markaziga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Ba'zi xizmatlar My.gov.uz orqali ham boshlanishi mumkin. Lekin pensionerlar uchun ko'pincha yaqinlari yordamida yoki bevosita markazga borib aniqlashtirish qulayroq. 3-qadam, borishdan oldin kerakli hujjatlarni tayyorlang.
Odatda eski pasport yoki mavjud ID karta. Tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, o'sha asos hujjati, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar to'lov uchun mablag' kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi haqida ariza yoziladi. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, xatoni tasdiqlaydigan hujjatlarni olib boring. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, sud qarori yoki arxiv ma'lumotnomasi. 4-qadam. Pensionerning o'zi bo'lishi qiyin bo'lsa, avval telefon orqali so'rab oling. Onam yura olmaydi. Sabazini 2 yoshda ID karta almashtirish kerak. Uyga chiqib rasmiylashtirish imkoniyati bormi deb aniq savol bering. Shunchaki nima qilish kerak? Vaziyatni tushuntiring. Yoshi, sog'ligi, nogironlik guruhi bo'lsa uni ayting. Shunda xodimlar sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. 5-qadam. To'lov miqdorini rasmiy joydan aniqlang. Internetda eski ma'lumotlar ko'p bo'ladi. Qo'shnining aytgani yoki 3 yil oldingi tajriba bugun to'g'ri bo'lmasligi mumkin. To'lovni rasmiy kasada bank orqali yoki ko'rsatilgan to'lov tizimi orqali amalga oshiring. Hech qachon tezlashtirib beraman degan notanish odamlarga pul bermang. Hujjat masalasida firibgarlik ko'p uchraydi. 6-qadam. Ariza topshirganda barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Familiyangizda bitta harf xato yozilsa ham keyin uni tuzatish vaqt oladi. Masalan, O'g'iloy o'rniga O'g'iloy, Jo'rayev o'rniga Jo'rayev, G'aniyev o'rniga Ganiyev kabi farqlar kelajakda muammo berishi mumkin. Lotin yozuvida apostrof, tutuq belgisi, ova harflari masalasi ham amaliyotda muhim. Xodim kiritgan ma'lumotni ko'rish imkoniyati bo'lsa, albatta tekshiring. 7-qadam. ID karta tayyor bo'lgach, uni olganingizdan keyin ham darrov hamma joyda ma'lumot mosligini tekshiring. Bankda, pensiya bo'limida, poliklinikada yoki shaxsiy kabinetingizda eski hujjat raqami turib qolgan bo'lishi mumkin. Aksariyat tizimlar avtomatik yangilanadi. Lekin ayrim joylarda sizdan yangi hujjat nusxasini so'rashlari mumkin. Shuning uchun yangi ID kartani olganingizdan keyin bankka borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim yangilanganmi deb tekshirtirib qo'yish foydali. 8-qadam. Xorijga chiqmoqchi bo'lsangiz, ID karta bilan to'xtamang. Xorijga chiqish pasportingiz bormi? Muddati qachongacha? Boradigan davlatingiz talabi qanday? Aviachipta olishda pasport raqami to'g'ri kiritilganmi? Hammasini tekshiring. Ayniqsa pensionerlar davolanish, farzand ko'rish yoki haj umra kabi safarlarni rejalashtirsa, hujjat masalasini eng kamida bir necha hafta oldin boshlagani ma'qul. 9-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini tartibli saqlang. ID karta, xorijga chiqish pasporti, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar, kadastr hujjatlari, bank rekvizitlari, bularni alohida papkaga solib qo'ying. Farzandlaringizga ham qayerda turganini ayting. Favqulodda vaziyatda hujjat izlab qolish juda qiyin. 10-qadam. Agar hujjatlarda xatolar ko'p bo'lsa, bir idoradan ikkinchisiga yugurishdan oldin ro'yxat tuzing. Masalan, pasportda familiya bunday, tug'ilganlik guvohnomasida bunday, nikohda bunday, kadastrda bunday. Qaysi hujjat asosiy manba, qaysi birini tuzatish kerak? Ba'zan buni FHDIO, ba'zan sud, ba'zan arxiv, ba'zan kadastr orqali hal qilishga to'g'ri keladi. Xodimga hamma hujjatni tartibsiz tashlab bermang. Aniq savol bilan boring. Endi adolatli bo'lish uchun shuni ham aytaman. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, muddati hali uzoq bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, hujjat yaroqli bo'lsa va hozircha hech qanday rasmiy ish rejangiz bo'lmasa, vahima qilishning hojati yo'q. Lekin nazorat qilish kerak. Masalan, menda ID karta bor, demak 10 yil hech narsaga qaramayman deyish ham to'g'ri emas. Yashash manzili, familiya, oilaviy holat, xorijga chiqish rejasi o'zgarsa, hujjatlar yana kerak bo'ladi. Pensionerlar orasida yana bir fikr bor. Men yoshim katta, menga hujjat berishmaydi yoki pensionerga ID karta shart emas. Bu noto'g'ri. Fuqaro necha yoshda bo'lishidan qat'i nazar, uning shaxsini tasdiqlovchi amaldagi hujjati bo'lishi kerak. Aksincha, yoshi ulug' insonlarda hujjat yanada muhim. Chunki tibbiy xizmat, pensiya, nafaqa, imtiyozlar, meros va mulk masalalari ko'proq uchraydi. Yana bir muhim gap. Agar ota-onangiz qishloqda yashasa, ular hujjat yangiliklaridan bexabar bo'lishi mumkin. Farzand sifatida siz ularning pasportini tekshirib qo'ying. Ko'pincha yoshi ulug'lar idoraga borishdan tortinadi, navbatdan qo'rqadi. Meni urishishadi deb o'ylaydi. Aslida ishni oldindan bilib, hujjatlarni tayyorlab borsa, jarayon ancha yengil bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, ID karta bugungi kunda O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun juda muhim hujjat.
eski pasport, muddati o'tgan hujjat, yaroqsiz pasport ma'lumotlaridagi xatolar pensionerlar uchun bankda, pensiyada, notariusda, shifoxonada, meros va mulk ishlarida jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Hamma bir kunda yugurib bo'lishi shart emas, lekin har bir fuqaro, ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari hujjatlarini tekshirishi shart. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning, o'zingizning, turmush o'rtog'ingizning hujjatini tekshiring. Muddat holati ma'lumotlari va chet elga chiqish pasporti bor yo'qligini aniqlang. Agar muammo bo'lsa, kechiktirmasdan Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Sizda eski pasport bormi yoki ID kartaga o'tib bo'ldingizmi? Hujjat almashtirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan hujjat keyinchalik katta muammoning oldini olishi mumkin.